O'zbekistonda pastki burun chig'anog'ini olib tashlasangiz, invalidga aylanadi. Chunki O'zbekistonda klimati quruq, iflos klimat bo'lgani uchun. Ya'ni bizda quruqlik ko'p. Namlikdan ko'ra dengizsiz davlatlar qatoriga kiramiz. Boshqa dunyodagi rivojlangan Germaniya, Izrael, Italiya kabi, Amerika kabi davlatlardagi jarrohlik amaliyotlardan bizi farqimiz o'zimizni klimatga moslab turib, o'zimizni usulimizni yaratishga to'g'ri kelgan. Shu 17-18 yil tajribamizda o'zimizni usulni yaratishga majbur bo'lganmiz. Nimaga Germaniyaga borib qidirib kelganman deydi? Chunki Germaniyani klimatidagi bo'ladigan operatsiyalar bilan bizni klimatdagi qilinadigan operatsiyalarda ot bilan tuyachalik farqi bor. Texnik jihatdan Germaniya ustida yoki Amerika ustida yoki Izrael ustida bo'lishi mumkin, lekin klimatdan kelib chiqib har bitta davlatda o'ziga yarasha особенности bor. Chet elga borib operatsiya qilaman degan odamlar, insonlar shoshmanglar. Chet elga borib qilganingizdan keyin ikkinchi marta qildirishga ham tayyor bo'linglar. Sog' bo'linglar.